Bor yo'g'i 632 ming kilometr masofani bosib o'tgan mana shu Manevro 6 Perseplar komplekt holatda yaxshi narxda sotuvga qo'yildi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 105 kubali Mega Persep Wilton moslari safmos utka lentakasi bor. Ichlari ham usrinli qilib qo'yilgan. Egalari buni 300 ming kilometr masofani bosib o'tganda Yevropada o'zlari olib kelib, o'zlari haydashga birinchi qo'l mashina. Persepda ham, tegashda ham hech qanday kamchiliklar yo'q. Balolarning holati ham yaxshi holatda turibdi. 460 ot kuchiga ega. Faqat gornini o'zida 480 tli ikkita bak bilan jihozlangan. Egalarining telefon raqamini har doimgidek videoning past qismiga yozib qoldiramiz. O'zlariga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan tumani, Xonobod qishlog'ida turibdi. Bu videoni mana shunaqa yaxshi holatda man qidiruvga Furex tanishlarga jo'natib qo'ysam eslatib qo'ysa. Mana shunday fura minadigan shopir akalarimiz diqqatiga yaxshi narxdagi yuklarni lori.uz Telegramdagi guruhda olishingiz mumkin. Linkini Instagram sahifasiga joylab qo'yilgan, link ustiga bossangiz avtomatik tarzda guruhga o'tib ketasiz.